Bugun raqamli texnologiyalar barcha sohalarga jadallik bilan kirib borish ortidan insonlar hayotida qulayliklar yaratilib, masofa va vaqt tejalmoqda, iqtisodiyot va biznesda yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Afsuski, yangi texnologiyalar yangi xatarlarni ham keltirib chiqarayotganligi bor haqiqat. So'nggi yillarda jinoyatchilikning yangi turi bo'lgan kiberjinoyatchilik tobora keng tarqalib, bugun uning turlari 62 taga yetdi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda sodir etiladigan jinoyatlar aholining shaxsiy daxlsizligi va moliyaviy xavfsizligiga real xavf tug'dirib, undan jabr ko'rayotgan fuqarolar soni tobora ortib bormoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamkorligida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida xalqaro miqyosda juda katta miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan uyushgan jinoiy guruh fosh qilindi. Farg'ona shahrida yashovchi 40 yoshli ushbu fuqaro rahbarlik qilgan jami 34 kishidan iborat jinoiy guruh Farg'ona va Toshkent shaharlarida binolarni ijaraga olib, kol markazlar niqobi ostida faoliyat yuritgan. Мы снимали деньги граждан Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasi fuqarolarining pullarini yechib olib, O'zbekistonga o'tkazardik. Bu ishlarni bevosita do'stlarim bajarardi, lekin meni guruh rahbari sifatida ko'rsatishgan. Как бы клан. Ular axborot texnologiyalari yordamida Rossiya Federatsiyasida dori vositalari hamda biologik faol qo'shimchalar savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning 70 mingdan ortiq mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritishgan. So'ngra bo'lg'usi o'ljalari bilan qay tarzda muomala qilish bo'yicha o'rgatilgan operatorlar SIM telefoniya va Zoiper ilovalari orqali asosan keksa yoshdagilarga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini huquqni muhofaza qiluvchi organlar va bank xodimlari sifatida tanishtirib, go'yoki kompaniya tomonidan sifatsiz dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar sotilganligini ta'kidlagan holda mijozlarga 500 mingdan 580 ming rublgacha miqdorda kompensatsiya to'lab berilishini aytishgan. Buning uchun esa fuqarolar 5 mingdan 20 ming rublgacha miqdorda soliq to'lashlari kerakligiga ishontirilgan. Men kol markazining boshlig'i edim. Odamlarni ishga olib, ularga ro'yxat va topshiriq berardim. В имеющемся колл-центре суть работы заключалась, что Kol markazida ishlaganimizda o'zimizni Rossiya huquq tartibot idoralari xodimlari deb tanishtirib, Rossiya Federatsiyasidagi jabrlanganlarga qo'ng'iroq qilardik. Ularga kompensatsiya puli berilishiga ishontirib, uni olish uchun sug'urta va omonat pullarini to'lashlarini talab qilardik. Rossiya fuqarolari bu pullarni to'lab aldanardi. российские граждане просили эти деньги и были обмануты. Мне сказали то, что нужно будет обзванивать клиентов. Menga Rossiya Federatsiyasidagi mijozlarga qo'ng'iroq qilib, ulardan dori vositalarini sotib olmaganligini, dorilar ularni sog'lig'iga qanday ta'sir qilganini so'rashim kerakligini aytishgan. Dori sotib olib, nojo'ya ta'sirga duch kelganlarni ushbu tashkilotga nisbatan firibgarlik va qalbaki mahsulotlarni tarqatish bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilganligi sababli ushbu dorilarni sotib olmaslikka chaqirardik. Ularga 580 ming rubl miqdorida kompensatsiya to'lanishini aytardik. 580 тысяч рублей. Производили звонки. Rossiya Federatsiyasi hududiga qo'ng'iroq qilib, aldov yo'li bilan harakat qilardik. Natijada jabrlanuvchilar jinoiy guruh a'zolari tomonidan taqdim etilgan turli bank plastik kartalariga jami 9 million 599 ming 561 rubl miqdoridagi pul mablag'larini o'tkazib berishgan. Я занимался финансово. Men moliyaviy hisobotlar bilan shug'ullanardim. Guruhdagi ma'lumotlarni to'plab unga yuborardim. Bu ishda men 2004-yil operator bo'lib ishlaganman. 2017-yildan 2018-yilda ham ishlaganman. Keyin bir marta Rossiyaga borib karta ochganman. Shu kartadan pul yechib berganman. Shuningdek, jinoiy guruhning 3 nafar a'zosi kriptovalyutalar savdosini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziya olmasdan O'zbekiston Respublikasida kripto birjalar faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori talablariga zid ravishda jami 470 ming AQSh dollariga yaqin kripto aktivlar aylanmasini amalga oshirishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yozyovon tuman sudi tomonidan uyushgan jinoiy guruh a'zolari tegishliligi bo'yicha Jinoyat kodeksining 168, 243, 278 prim 7 va 278 prim 8 moddalari bilan aybli deb topilib, ularning 21 nafariga 3 yil 6 oydan 9 yil 6 oy muddatgacha ozodlikdan mahrum etish jazolari tayinlandi. Qolgan 13 nafariga nisbatan 4 yil 3 oydan 4 yil 6 oygacha muddat
holatga ozodlikni cheklash jazosi belgilanib, jarimalar qo'llanildi. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zarar esa undiriladigan bo'ldi. Самое главное, что я осознал свою ошибку. Eng muhimi, xato qilganimni, qing'ir ishiga qo'l urganimni tushunib yetdim. Undan ko'ra foydali ish bilan shug'ullansam bo'lardi. Bundan buyon xalqimiz farovonligi uchun yashayman. Qilmishimdan afsusdaman. Будем жить на благо общества. Многое что осмыслил. Ko'p narsani tushunib yetdim. Qilmishimdan qattiq pushaymonman. Bundan keyin O'zbekiston Respublikasining barcha qonunlariga amal qilishga, qonunlarni buzmaslikka va vatanimning munosib fuqarosi bo'lishga va'da beraman. Быть достойным гражданином своей страны. Я очень многое понял, и сейчас, так как я получил приговор, Juda ko'p narsani tushunib yetdim. Menga hukm o'qildi. Uyda rafiqam va 5 farzandim qoldi. Bu qilmishim bilan eng avvalo ularning hayotini, kelajagini barbod qilganimdan afsusdaman. Farzandlarim otasini endi qachon ko'rishini bilmayman. я не знаю, через сколько они увидят отца. Я очень сильно соскучилась по своему ребенку. Farzandim, qarindoshlarimni juda sog'indim. Xatolarimni, aybimni tushundim. Qilgan ishim uchun chin dildan kechirim so'rayman. Yo'l qo'ygan xatoyimni umrimning oxirigacha unutmayman. Я запомню ее на всю свою оставшуюся жизнь. Hurmatli fuqarolar, kiber jinoyatlar qurboniga aylanmaslik uchun bu yo'nalishdagi bilimlaringizni oshiring. Elektron xatlar, messenjerlardan kelgan xabarlarni puxta tekshirish, ijtimoiy tarmoqlarda doimo ogoh bo'lish, ishonchli parollardan foydalanish va albatta uni hech kimga ma'lum qilmaslik, shubhali qo'ng'iroqlar, xabarlar va havolalarni boshqalar bilan bo'lishmaslik lozim. Bunday xatti-harakatlarga duch kelsangiz, tegishli tashkilotlarga murojaat qiling. Ogoh bo'ling.